Akalar hammaga assalomu alaykum. Yana bir ish boshlaganmiz, xudo xolasa. Mana hozir biz ham zamin qilish bo'yicha bitta video qilib qo'ymoqchi edik. Xudo xolasa ko'p kishida so'roq savol bo'lyapti. Biz ham almashtirsam nima qilish kerak, nima оборудование kerak bo'ladi. Imkon darajasida terminal, eng yaxshi apparatlardan biri terminal, flash EEPROM o'qiydigan apparatimiz shu bo'ladi. Imkon darajasida shundan olishini tavsiya qilib qolardik. Keyingi ishimiz nima? Keyingi ishimiz terminalda o'zini nastali ulab olamiz va o'zidagi ma'lumotini o'qib saqlanib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu miyamiz, bu o'zimizdagi miyamiz. Hop, mashinadagi miyadagi informatsiyasini mashinani o'zida o'qib olamizda, o'zida aloqaga chiqib turganlik hisobiga biz plus tomonimiz shu. O'zidagi ma'lumotini o'qib turib va biz rабочий stol saqlanib qo'yamiz. Flash, EEPROM отдельно saqlanib olamiz o'zimiz uchun mabodoga mana donor miyaga qo'yish uchun. Hop, endi nima uchun mashina o'zida qilsak bo'lmaydimi shu ishni? O'zini miyasini olib turib, bu bo'lsa ham yana mashinaga qaytarib qo'yib turib, yangi bu miyani qo'yib turib, sразу keyin proshibga yozib o'zidan qo'yganimiz qaytarib o'ziga ursak bo'lmaydimi? Yangi bu miyamizga desanglar bo'ladigan narsa, lekin faqat dannilarimiz ABSga, korobkaga, podushkaga va yana tabloga ham ashka berib qoladi. Sababi bu miya boshqaligini bilib qoladi u. Qo'yib turib, zamon ochamiz baribir zapis uchun shunaqa paytda muammo bo'lib qolishi mumkin. Imkon darajasida biz nima qilamiz? Mashinada turgan holatda o'zini BSMdagi ma'lumotini o'qib olamizda va o'zini ma'lumotini o'qib olganimizdan keyin mana donor miyamizga mana nastali yozib olamizda, oldin tayyor qilib birga bir qilib klon qilib olib turib, keyin bu BSMimizni qo'yadigan bo'lsak, mashinada bizda muammo bo'lmaydi. Ya'ni tablosida probeg o'chib qolmaydi. ABS airbaglarda xatolik tushib qolmaydi. Shuning uchun imkon darajasida klon qilaman desanglar, BSMni zamin qilaman desanglar, ya'ni muammosi bo'lib kuyib qolgan, fara yonmayapti, boshqa narsalar yo'q, ish yoshyaptilar, muammosi bo'ladigan bo'lsa, imkon darajasida terminal apparatingda bo'lsa, BSMni qo'yishdan oldin o'zini mashinani o'zida turgan eski o'lgan miyasini damonatini o'qib turib, yangi qo'yadigan miyani, mana bu miyani o'shanga o'z eskisini qo'yib olishingni tavsiya qilgan bo'lardik. Sababi qo'yib olmasanglar aytganimizdek o'sha muammolarga uchraysizlar akalar. Endi hozir bu akamizda ham shu muammo. Avtozapusk ishlamayapti bu birinchisi. I plus orqa faralari yonmayapti ekan. Hozir zamin qilib shuni ham tekshirib olamiz nasib. Imkon darajasida akalar. Yana qiziq, o'zinglarni qiziqtirgan agar savollar bo'ladigan bo'lsa, behijolat kommentariyada yozib qoldiraverasizlar, behijolat. Imkon darajasida savollaringizga javob berishga harakat qilamiz akalar. Shunday qilib, BSM mavzusi terminal bo'lsa, ishini 5 bitaveradi. Agarda terminal bo'lmasa-chi degan holatiga, terminal bo'lmasa deydigan holatiga, o'zini orqasini ochganimizda bunda EEPROM bo'ladi. EEPROMni 95320 ustiga yozib qo'ygan bo'ladi. EEPROMni flash pampdan oltida bo'ladi. O'sha EEPROMni olib turib almashtirgan holatda keyin qo'ysak ham bo'laveradi. Qolgan programmasini, kalibrovkasini, to есть DPS orqali ham urib qo'ysak bo'laveradi, pasportiga moslab turib. U ma'lumotni ham masalan o'zingizga olib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi imkon darajasida. Shu BSM zamin bo'yicha yoki xizmatlar bo'yicha, muammolar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar, imkon darajasida ishlarni bitirib beramiz.